Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi mavzumiz ta'lim o'qituvchisining kompetentligi, mazmuni va mohiyati. Sizlarga o'qib beradi Hazratqulova Dilbar. Reja: birinchisi boshlang'ich ta'limda pedagogik ko'nikmalar, ikkinchisi ta'lim jarayonida didaktik yetakchilik, uchinchisi boshlang'ich sinflarda innovatsion metodlardan foydalanish. Boshlang'ich ta'limda pedagogik ko'nikmalar o'qituvchining o'quv jarayonini muvaffaqiyatli tashkil etishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich ta'limda 60% o'quvchilar o'qituvchining interaktiv uslublari orqali darsni yaxshiroq qabul qiladilar. O'qituvchilar 45% zamonaviy texnologiyalar yordamida ta'limni sifatini oshirishi mumkin. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, boshlang'ich sinflarda o'rganish darajasi 30% ga ko'proqdir. Agar pedagoglar kichik guruhlar bilan ishlash kabi metodlarni qo'llasa, boshlang'ich sinflarda o'qituvchilar har yili malaka oshirish kabi kurslarga qatnaydi. Bu esa o'quvchilar bilimini 25% gacha oshirish imkonini beradi. Ta'lim jarayonida didaktik yetakchilik o'qituvchining ta'lim jarayonini samarali tashkil etishi va barqarorlashishini anglatadi. Bu jarayonda o'quvchilarning bilim olish samarasini oshirish uchun didaktik prinsiplarga amal qilinadi. Masalan, izchillik, qiziqarlilik, ko'rgazmalilik kabi tamoyillar qo'llaniladi. O'qituvchining o'quvchi ehtiyoji va qobiliyatlariga mos tarzda o'quv materiallarini tanlaydi va ularning ishtirokini rag'batlantiradi. Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, bu uslubni qo'llash o'quvchilarning bilim olishini 25% gacha oshirishi mumkin ekan. O'quvchilar savodxonlikning oshishi va o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish uchun didaktik yetakchilik muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash bilan dars jarayoni qiziqarlidir. Pedagogik yunoncha so'z bo'lib, bola yetaklayman degan ma'noni anglatadi. O'shanday pedagoglar innovatsion usullardan qo'llaganda o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi 20-30% gacha oshgan. Masalan, interaktiv ta'lim texnologiyalari va o'yinli o'qitish usullari bolalarning qiziqishini 40% gacha ko'targan vositalardir. Shuningdek, video dars va virtual laboratoriyalar orqali bilim olish ko'nikmalari 25% gacha yaxshilanishi kuzatilgan. Bir tadqiqotda modellashtirish va simulyatsiyalar kabi innovatsion metodlardan foydalanish o'quvchilarning matematikaga bo'lgan qiziqishini 35% gacha oshganini aniqlagan. Shu bilan birgalikda individual ta'limni qo'llash 45% ga ko'proq muvaffaqiyat keltiradi. Shuni ta'kidlash joizki, o'qituvchi, ya'ni boshlang'ich sinflarda innovatsion metodlardan foydalanish o'quvchilarning ta'lim olish jarayonini samaradorligini oshiradi. Ta'lim ehtiyojlarini aniqlash o'quvchi yoshlar uchun muhimdir. Chunki bu ularning individual o'quv jarayonini samarali boshqarishiga yordam beradi. O'qituvchining o'quvchilar qobiliyati, qiziqishi va qiyinchiligini tushunishi kerak. Barqaror ta'lim usullarini ishlab chiqish uchun aniq ma'lumotlarga asoslanish shartdir. Masalan, 70% o'quvchi ma'lumotlarni yaxshi eslab qolish uchun vizual yordamga muhtoj bo'lishi mumkin. 60% esa interaktiv darslar orqali yaxshiroq o'rganadi. O'quvchilarning 80% onlayn resurslarga kirish imkoniga ega bo'lishi zarurdir. Chunki raqamli ta'lim resurslari ularga yordam beradi. Shu bilan birga 85% o'qituvchi qadriyatlarga asoslangan ta'lim metodlarini o'rganishda afzallikni biladilar. Bu ta'lim jarayonining sifatini oshirishga katta yordam beradi. Ta'lim vositalarini samarali qo'llash o'quv jarayonini yaxshilashga yordam beradi. Masalan, 2022-yilda O'zbekistonda 65% mamlakatlarda, ya'ni maktablarda interaktiv doska bilan ta'minlangan. Shu bilan birgalikda o'qituvchilarning 87% ixtisoslashtirilgan treninglarda bo'lgan. O'quv jarayonida o'quv elektron doskalar va qo'llanmalar, multimedialar, o'quv onlayn platformalarini qo'llash bilan birgalikda samaradorlik 30% ga oshganini ko'rish mumkindir. Shu sababli maktablarda, universitetlarda zamonaviy ta'lim texnologiyalarini keng joriy etish muhim ahamiyatga ega.
Tekshirilgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston 2023-yilda 79% o'quvchilari elektron kitoblar orqali ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lgan. Innovatsion texnologiyalar ta'lim jarayoniga kirgazish talabalar orasida qiziqishni uyg'otadi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.